Hammaga salom. Bu videoda Bitcoin va altcoinlarda narx maqsadlarini ko'rib chiqamiz va haqiqiy prognozlar bu videoda bo'ladi. Qaysi diapazonda sotib olib, qaysi diapazonda sotmoqchi ekanligimni sizlarga ko'rsataman. Foyda qancha bo'lishi haqida ham gaplashamiz. Hozirda ko'p kishi zararda, lekin o'ylaymanki, bozor tiklanishni boshlasa, o'sish fazasiga o'tsa, sotmay sabr qilganlar foydaga kiradi. Birinchi Bitcoinni boshlab, keyin altcoinlarga o'tamiz. Video juda ham qiziqarli bo'ladi, shuning uchun ham oxirigacha ko'ringlar. Bitcoin hozirda 62 ming, 63 mingda savdo bo'lyapti ancha vaqtdan beri. Reski narx tushib kelgandan keyin yana bu yoqda bayroq figurasi shakllanyapti. Texnik bu pastga ketish kerak. Agar pastga ketsa, mana shu buy zonaga olib keladi. Mana bu zonada sotib olib, bu zona qayer? 49 mingdan 38 minggacha mana shu diapazon ichiga sotib olishda plan qilganman va mana bu diapazonda sotaman. Sotish maqsadlari 180 mingdan 250 minggacha. O'ylaymanki, bu siklda Bitcoin mana shu diapazonga kiradi. Bitcoin narxi tushib, bu yoqda ozgina savdo bo'lib, ko'tarilib, uzoq nisxadyashi trend bo'lib, keyin ko'tarilib kelishi mumkin. 2024 da bo'lganidek. Agar shu nuqtadan badan ko'tarilib kelsa, bunga ham men tayyor bo'laman. Bitcoindan maqsadlar mana shunaqa. Ethereumga o'tamiz. Ethereum hozirda 1680, 1690 da savdo bo'lyapti. Mana bu yoqda kuchli qo'llab-quvvatlash bor edi, buni buzdi va bu yoqda trigonlik shakllandi. Trigonlik pastga ketishi kerak edi, pastga ketdi. Bu yoqda yana bitta trigonlik shakllandi. Bundan oldingi videolarda tahlilini bergandim. Mana o'sha potensial 100% ishladi. O'tgan tushishda mana bu yoqda sarmoya kiritgandim. Juda ham foydali sarmoya bo'ldi. Ethereumdan maqsadlar, sotib olish maqsadlarim. Narx tushib kelsa, mana shu diapazongacha 1,5 ming dollardan 1150 dollargacha. Agar pastroqqa manaqa tushib ko'tarilsa, bu ham imkoniyat sifatida ko'raman. Planim o'zgarmaydi. Misol uchun mana narx kelyapti-da, bitta tushyapti-da, shuna chiqib ko'tarilib ketyapti. Buni ham imkoniyat sifatida ko'raman. Bundan ham foydalanib qolaman. O'ylaymanki, mana bu pastda olganlar, mana bu yoqda olganlar, bu yoqda olganlar, birinchi ular o'sha Ethereumda pikida sotishni boshlaydi. Birinchi katta sotuvlar mana shu diapazonda bo'ladi. 4900 dan 4100 gacha. O'ylaymanki, bu siklda bundan ham tepa darajalarga chiqadi. 7000 gacha kelishi mumkin. 6200 dan 7000 gacha. Ethereumda bu siklda eng baland nuqtasi mana shu diapazonda bo'lishi mumkin. Birinchi katta sotuvlar bu yoqda bo'ladi, ikkinchi katta sotuvlar bu yoqda bo'ladi. O'sha 10 yil saqlagan, 5 yil saqlagan, 3 yil saqlaganlar mana shu yerda sotadi va o'ylaymanki, keyin katta globalniy nisxadyashi trend boshlanadi. Bundan keyin Solana hozirda 70 dollarda turibdi. Mana yoqda juda kuchli qo'llab-quvvatlash bor edi. 100 dollar atrofida uni buzdi. Va mana endi 2 marta buzib tepaga chiqa olmadi, pastga ketyapti. Pastga tushish potensiali bor. Buy zona 60 dan 39 gacha. Ko'p kishilar 10 dollar, 15 dollardan kutyapti. O'tgan siklda men o'sha narxlardan olgandim. Juda ham foydali investitsiyalar bo'ldi, lekin o'ylamayman bu siklda unchalik chuqur tushadi deb. Lekin mana shu diapazonga kiradi deb o'ylayman. Kirsa, bo'lib olishni boshlayman katta miqdorda. Birinchi sotuvlar mana bu diapazonda bo'ladi. Bu diapazon 195 dollardan 250 dollargacha. Lekin bu siklda o'ylaymanki, Solana o'zini pikini yangilaydi va mana bu diapazongacha kelishi mumkin. 400 dollardan 470 dollargacha, balki 500 dollarga ham kelishi mumkin. Solanadan maqsadlar mana shunaqa. Undan keyin BNBdan ham o'tgan siklda juda ham yaxshi foyda bo'ldi. Mana shu diapazonda olgandim BNBni men. Eski videolarimni ko'rishlaring mumkin, ko'rsatganman. Va mana shu yerda sotishni boshladim. Mana bu diapazonda bo'lib sotib juda ham yaxshi foyda qildim. BNBda buy zona 500 dollardan 400 dollargacha. O'ylaymanki, mana shu yoqqa tushishi mumkin. Mana kuchli tushish bo'lgan vaqti ham bu darajadan pastga tushib ketmagan. Sotish maqsadim bo'lsa 1600 dan 2000 gacha. O'ylaymanki,
Bu o'sishda BNB $2000 kelishi mumkin. Bu meni maqsadim, kimdir ishonmasligi mumkin, kimdir uchun juda ham katta narx bo'lishi mumkin. Menga farqi yo'q. Men o'zimni fikrlarimni aytyapman, o'zimda qilmoqchi bo'lgan harakatlarimni sizlar bilan bo'lishyapman. Bu maslahat emas, bu yoki signal emas. Bu shunchaki bozorda meni kutishlarim, bozordagi meni maqsadlarim. Bo'lsa foyda qilaman, bo'lmasa kamroq foyda qilaman yoki balkim zarar ham qilarman. Nima uchun bo'lib olaman? Chunki narx chuqurroq tushishi mumkin. Unda kelib diapazonga turib bitta pastga tushib, keyin ko'tarilib ketishi mumkin. Mana buni ham olishim kerak va o'rta narxi meni pastroqda bo'ladi, foydam kattaroq bo'ladi. Bundan keyin atomga ishonch juda ham o'ldi, o'zini juda ham yaxshi ko'rsatmadi, lekin loyiha juda kuchli loyiha. O'ylaymanki, bu o'zini ko'rsatishi uchun vaqt kerak. 1 yil, 2 yil emas, 5 yil, 10 yil kerak bu loyiha uchun. Mana hozirda eng pastki nuqtalarida turibdi, 1.75 ta. Sotib olish diapazoniga kirgan. 1.7 dan sotib olish diapazoni $1 gacha. Agar mana shu pastda savdo bo'lib, oktyabr oylarigacha ko'tarilishni boshlasa, bu juda ham yaxshi bo'ladi atom uchun. Birinchi katta sotuvlar $9 dan $14 gacha bo'ladi mana shu diapazonda. O'ylaymanki, bundan o'tib shu o'zining pikiga keladi, $31 dan $44 gacha. Piki 2021-yil bo'lgan, juda ham kuchli hype bo'lgan. Realniy bu kuchli loyiha. $1000 sarmoya kiritib, $1000 ni $100,000 qilishni xohlayotganlar juda ham ko'p. Ular qila olmadi bu siklda. Ular asta-asta chiqishni boshlayapti va mana narx tushib kelyapti. Bu eng pastki nuqtasi 2020-yil shuncha tushish bo'lgan. Bir tushishda 78% tushgan. Hozirda eng baland nuqtasidan 96% tushdi. Qachon sotib olishimni, qachon sotishimni bilishni xohlaganlar men jamoamga qo'shilishi mumkin. CryptoMasters'da bu yoqda o'qish, tahlil, signallar hammasi bitta joyda. Link video ostida. Bu pulli loyiha, qo'shilishni xohlaganlar to'lov qilsin va qo'shilsin. Juda zo'r loyiha. Men sizlarning o'rinlaringda bo'lganimda hoziroq qo'shilardim. Chunki menda katta tajriba bor. O'tgan siklda juda yaxshi natijalar ko'rsata oldim. Solanadan 20x foydani ko'rsatdim, Ethereumdan 3x foydani ko'rsatdim, BNBdan 5x ko'rsatdim, Atomdan 2-3x ko'rsatdim, Bitcoin'da o'zidan 5x foydani ko'rsatdim. Juda yaxshi natijalar qila oldim. Bu siklda o'ylaymanki, natijalar kattaroq bo'ladi. Tanlov o'zlaringda, to'g'ri tanlov qilinglar. Sizlar bilan Ashraf bo'ldi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar, kanalga yangi bo'lsalaring obuna bo'linglar va mana shunaqa foydali videolarni o'tkazib yubormaysizlar.